Yo ketasizmi men bilan? Bu sotamiz, chet elga ketamiz. İşlaydimi? İşlamaydi. Kuchingizdan qo'rqib kira olmayapman. Uyga kirmizlar, uyga. Kuchingiz qo'ymayapti-ku. Yoshi ulug' bir hoji onamiz bor ekanlar. Bolaligimiz qanaqa bo'lardi-yu, hozirgi zamon qanaqa? Nimalar o'zgargan? Bir suhbat qilmoqchiman. Necha yoshga kirdingiz? 79'ga. Voy, maşallah. 10 ta farzandim, 10 ta tug'ganman. 10 ta? Ha, 10 tadan Maşallah. 3 yilga berdim bularni. Ha. 5 yil bo'layapti, bitta olimda arishi uyda o'ldirib, pichoqlab o'ldirib ketdi. Mana shu ikkovimiz yashaymiz. Bu qizingiz ham betob ekanlar. Ha, ana nag'ram bilan. Bulam 15 ga kirguncha yelkalab ko'tarib, chiqib ko'tarib bordi. Qaysi vaqtlarni sog'inasiz? Shu o'limni sog'inaman-da bolam. Vafot etgan o'g'lingizmi? Ha, juda ham yaxshi, bir mehribon edi. Xudodan nimalar so'raysiz? Xudodan arzum shu, mana uyda oldin bir sement qilib beringlar, ana qilib deb. Uyimi? Mana yerda qarang. Qishda voy shunday. Yozda to'rtaq. 50 mingdan bo'lsa 500 bo'ladi deydi. 500 ming Siz so'm. Toshkentdan kelgan olaman aytdi. 500 ming so'm bo'ladi dedi. Ha, 500 bo'ladi deydi. Bir mashin tashingiz 600 ming. Ikkovi 1 million 100 bo'ladi deydi. Plastik kartangiz bormi? Bor plastik kartam. Ishlatasizmi? Ishlataman. Qani ko'rsatingchi menga. Kartangizda pul yo'qmi? Yo'q. 5 million bor ekan-ku. Yo'q. Mana. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma ishingizni bitirib oling, ona. Xursand Omadlaringizni bo'ldingizmi? bersin. Nima niyat qilgan bo'lsa, Amin. niyatlaringiz yetsinlar balam. Mayli. Amin. Sağ ol. Teşekkür Tapmanların toylarına büyürsün. İlan anlasız 4 ta bolam bor. evlenip bitti. Beşinci yıl. 93-yilmi? Ha, yaxshi. Sizdan ozgina kattaroqman. Hozir sizlarni mana shunaqa ozgina harakatinglar bilan mana uylar istashga bo'lib qoladi. Hammanglarning haqqingizga duo qiladilar. Xudo xolisa, shunaqa onalarimizdan duosini olsak, o'sha onalarimiz ovqat pishirishganda ikkita qo'shniga chiqarib yuboradigan kunlar yana qaytib keladi. Yana o'sha oqibatlar tiklanadi inshaalloh. Oysara onamga o'xshagan hali ko'p onalarimizni duosini olamiz. Davom etinglar kuzatishda.